Salom, hurmatli obunachilarimiz. Bosh og'riqlari mavzusini davom ettiramiz. Biz navbatdagi bosh og'rig'i, ya'ni birlamchi bosh og'riqlari haqida gaplashib o'tamiz. Oldingi videolarimizda biz gaplashib o'tdik. Migren, zo'riqish bosh og'riqlarini ko'rdik va endi navbatdagi bosh og'rig'imizni shifokorlar suitsidal bosh og'rig'i deb atashadi. Bu nimaga bunday ataladi? Chunki shu darajada og'ir kuchli bo'ladiki, va hatto ba'zi bemorlar o'zini o'ldirish haqida ham o'ylab qolishadi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Aynan shu fikrlar ham ba'zida ularni xayolidan o'tadi. Bu kasallikning nomi klaster bosh og'rig'i deb ataladi. Demak, bugungi mavzuyimizda ushbu kasallikni batafsil ko'rib chiqamiz. Klaster insoniyatga ma'lum bo'lgan eng kuchli bosh og'riqlardan biri hisoblanadi. Klaster kasalligiga yo'liqqan ayollar buni hatto tug'ruq og'rig'idan ham kuchli og'riq bo'ladi deb ta'riflashadi. Bu ta'rifning o'zi klaster bosh og'rig'i qanchalik kuchliligini albatta o'zi isbotlab beradi. Bir holatni tasavvur qilaylik. 40 yoshdan o'tgan inson kechasi soat 2 da uyg'onadi. Ya'ni har kuni bir xil soat 2 da uyg'onadi. Bu uyg'onishga sabab o'ta kuchli bosh og'riq hisoblanadi. Bu bosh og'rig'ida hatto u yota olmay qoladi. Xonani u yoqdan bu yoqqa borib keladi. Shu darajada og'riq bo'lganidan u o'zini qo'yarga joy topa olmaydi. Ushbu bemor bosh og'rig'idan ko'zini atrofida kuchli bo'layotganini, boshiga xuddiki bir narsa teshib ketayotgandek bo'layotganini ta'riflab beradi. Aynan shu klaster kasalligini klinik manzarasidir. Bu kasallikning og'rig'ida chidash ba'zan juda ilojsiz bo'lib qoladi. Xo'sh, bu qanday kasallik? Nimaga bu holat yuzaga keladi? Demak, klaster so'zining ma'nosi ham to'planish, guruhlashish, umumlashish degan ma'noni beradi. Bu kasallikka o'zi ta'rif beradi. Ya'ni klaster bo'lish uchun bari xurujlar bir mahalda keladi va xurujlar bo'lgandan keyin remissiyaga tushadi. 3 xil ta'rif bo'lishi kerak. Yani og'riq bir taraflama bo'lishi, og'riqning juda kuchli bo'lishi va klasterlar bilan ma'lum paytdagina bosh og'riq bo'ladi. Aytaylik, bir hafta, bir oy o'ta kuchli bosh og'riq bo'ladi va tasodifan bu og'riq yo'q bo'ladi, remissiya bo'lib, ya'ni hech qanday bo'lmagandaqa holatga keladi. Aynan shu bilan bu kasallik migren bilan farq qiladi. Migren bilan yana bir farqli jihat shundaki, migrenda bemor yorug'dan sezuvchan bo'lib qoladi, shovqinga sezuvchan bo'lib, bir joyga qorong'i xonaga kirib yotishni, dam olishni istaydi. Klaster bosh og'rig'ida esa buni aksincha bo'ladi. Ya'ni bemor o'zini qo'yishga joy topolmaydi, yuraydi, sakraydi, irg'iydi, hattoki o'zini urishi ham mumkin. Aynan shu migren bilan ham farq qilib turuvchi bir belgilardan biridir. Yana bir qiziqarli fakt, klaster kasalligi bilan og'rigan bemorlarning 90% da sezonni, ya'ni epizodik kechadi. Aytaylik, bir hafta, bir oy kuchli, ya'ni yuqorida ham aytdik, bir hafta, bir oy kuchli bosh og'rig'i bo'ladi va hatto 1 yil, 2 yilgacha hatto bu bosh og'riqlari to'xtab yo'q bo'lib ketishi mumkin va yana qaytadan bu kasalliklar xuruj qilib qo'zib qolishi mumkin. Klaster so'zining ham ma'nosi shu. Davriy epizodik bo'lib, to'xtab dam olib yuzaga keladi bu og'riqlar. Demak, klaster bosh og'rig'ini rivojlanish kelishida tartibli va neyrobiologik jarayonlar yotadi. Ya'ni nimaga aynan bir vaqtda bo'lishi, qanday yuzaga kelishini hozir gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda gipotalamus degan a'zoyimiz bor bizning bosh miyamiz ichida. Bu bizning biologik soatimizdir. U qandaydir sabablar idiopatik, hali to'liq o'rganilmagan bu sabablar. Shu sabablar tufayli qo'zg'aluvchanlik yuzaga keltiradi. Bu 3 shoxli nervimizni qo'zg'atib yuboradi. 3 shoxli nervimiz yuzdagi, boshdagi barcha sezuvchanlik, oddiy teginishdan tortib to og'riqqacha bo'lgan sezuvchanlikka javobgar hisoblanadi. Bu sezuvchanlikni ortib ketishi bizda og'riqlarni keltirib chiqaradi. Undan tashqari, bu jarayonga parasimpatik nerv sistemasi ham qo'shilib ketadi. Demak, parasimpatik nerv sistemasi ham jarayonga qo'shilish natijasida bizda quyidagi simptomlar kelib chiqishi mumkin. Zararlangan o'sha og'riq bo'layotgan tarafda ko'z oqishi, burun oqishi, burun bitishi kabi simptomlar yuzaga keladi. Demak, e'tibor bering, og'riq bo'ladi va qo'shimchasiga ko'z yoshlanishi, ko'z atrofida kuchli og'riq, burun bitishi, xuddi gripp bo'lgandek holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bular o'sha MRT tekshirilganda ham shu aynan biz aytgan joylarda o'zgarishlar yuzaga kelishi olimlar tomonidan o'rganib chiqilgan. Endi bu kasallikka qanday diagnoz qo'yiladi degan savolga javob bersak, bu kasallik bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar nevropatologlar va ayniqsa xususan sefalgologlar shug'ullanadi. Xalqaro bosh og'riqlari jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan klassifikatsiyaga ko'ra bemorlarni
tekshirib anamnez yig'iladi, ya'ni kasallikdan anamnez yig'iladi. Aniq bir tashxis qo'yish uchun maxsus tekshiruv usullari yo'q. Faqat shu bemorni bosh og'riqlari, holatlari, simptomlaridan kelib chiqqan holatda biz diagnozni qo'yamiz. Demak, o'sha xalqaro bosh og'riqlari jamiyati qo'ygan diagnostik kriteriyalar bor. Ya'ni kamida 5 marta shunaqa xurujlar bo'lgan bo'lishi, biz aytgan simptomlarni kuzatilishi, bosh og'rig'i bir taraflama bo'lishi, ko'z oqishi, burun bitishi kabi holatlar yuzaga kelishi kerak. Undan tashqari, bu og'riqlarning davomiyligi 5 minutdan 2 soat, 3 soatgacha davom etadi va bosh og'riqlari klassifikatsiyasiga boshqa kasalliklarga mos kelmasligi kerak. Aynan shu holatlar vrachimiz uchun, shifokorimiz uchun patognomik belgilar hisoblanadi. E'tibor qiling, davomiyligi ham migrendan farq qiladi. Migrenda 3 soatdan, 2 soatdan to 3 sutkagacha og'riq davom etishi mumkin. Klasterda bo'lsa nisbatan qisqaroq 15 minutdan 2-3 soatgacha davom etadi. Demak, xo'p, diagnoz ham qo'ydik. Endi qanday davolash choralari amalga oshirish kerak? Oddiy og'riq qoldiruvchilar bu yerda nisbatan kamroq foyda beradi. 3 ta bosqichda davolaymiz. O'tkir xuruj davrida va xurujdan o'tish va profilaktik davo choralari ko'ramiz. O'tkir xuruj paytida biz asosan 100% kislorod orqali burunga qo'yib, hiylatish orqali kislorod yo'naltirib burunga davolaymiz. Undan tashqari triptanlarni ham ishlatishimiz mumkin. O'tish davrida bo'lsa biz kortikosteroid dori vositalarini qo'llashimiz mumkin. Bu klasterning davomiyligini kamaytirishga yordam beradi. Profilaktik davrda esa biz beta-blokatorlar, verapamillar kabi dori vositasidan ishlatishimiz mumkin. Oddiy ibuprofen, NPVS kabi dori vositalari bu klaster bosh og'rig'idan nisbatan kam foyda beradi, chunki tabletka to ta'sir qilishga ulgurmay qoladi. Og'riq intensiyasi juda kuchli bo'lgani uchun o'ta tez rivojlanib ketadi. Aytganimizdek, shu hali ta'sir qilishga ulgurmay qolishi mumkin. Bemorlarda 10% da surunkali holatga o'tib qolish holatlari kuzatiladi, ya'ni bu doimiy holatga o'tib qoladi. Demak, bu doimiy holatga o'tib qolgan, surunkali holatga o'tib qolgan bemorlarda biz neyrostimulyatsiya vositalaridan, usullaridan foydalanamiz. Aynan shu neyrostimulyatsiya usullari bemorni davolashda yaxshi ahamiyat berilishi ko'rib chiqilgan. Neyrostimulyatsiya usullariga bizda o'sha ensa oksipital nervni stimulyatsiya qilish, deep brain stimulation deydi, chuqur miya stimulyatsiyasi va vagus nervi stimulyatsiyasi qilish kabi usullar qo'llaniladi. Afsuski, bu eng oxirgi umidli usullar hisoblanadi. Shu usullar orqali bemorlarni dardiga davo bo'lishi mumkin. Hozircha aynan shu neyrostimulyatsiya usullariga kelajakda shu umid ham katta bildirilmoqda. Borib shu texnologiya rivojlanishi orqali bu kasallikka tamomila chek qo'yishni iloji topilishi ko'zda tutilmoqda. Albatta biz ham umid qilib qolamiz. Ushbu videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Shu kabi qiziq videolarimizni shu holatda o'tkazib olmaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat.